Power Gym'dan PGE 600 mexanik begovoy doroshkasini, ya'ni yugurish yo'lakchasini, ishlash funksiyalarini hamda xarakteristikasini ko'rib chiqamiz. 180 kilogacha bo'lgan foydalanuvchilarni bemalol ko'tara oladigan qilib ishlangan bo'ladi. Tezligi belgilanmagan professional sportchilarga hamda harbiylarimizga ko'proq mos keladi. Jahon standartlariga mos keladigan sertifikatlari bo'ladi. Bugungi videoda sizlar bilan Power Gym'dan PGE 600 mexanik begovoy doroshkasini, ya'ni yugurish yo'lakchasini, ishlash funksiyalarini hamda xarakteristikasini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin eslatib o'tamiz, shunaqa qiziqarli videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Agar siz uyingizga professional zal yig'dirmoqchi bo'lasizmi yoki biznes uchun professional zal ochyapsizmi, uyingizga yoki donaga trenajyor kerak bo'ladimi? Hammasi bizning showroomda bor. Nurafshon ko'chada joylashgan showroomimizga kelib, o'zingiz foydalanib ko'rib, 50 dan oshiq bo'lgan modellar orasidan o'ziga yoqadiganini tanlab, xarid qilib olib ketsangiz bo'ladi. Pastda raqam qoldirib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqasizlar. Bu modellar obzoriga keladigan bo'lsak, 180 kilogacha bo'lgan foydalanuvchilarni bemalol ko'tara oladigan qilib ishlangan bo'ladi. Bu mexanik begovoy doroshkamizdan ko'pchilik biladi. Vazn ko'tarish kuchi qolganlarga nisbatan ancha yuqori bo'ladi. Bundan tashqari ramalari po'latdan ishlangan, quyma po'lat bo'ladi va relslari kauchukli bo'ladi. Ichidagi mexanizm umumiy zanglamas po'latdan ishlangan bo'ladi. Yomg'irdan ham, quyosh nuridan qo'rqmas, bemalol uzoq muddat xizmat qilib ishlatadigan trenajyorlardan orasiga kiradi. Tezligi belgilanmagan, siz necha tezlikka chiqib yugura oladigan bo'lsangiz, bu begovoy doroshka siz bilan ham o'sha tezlikka chiqib yugura olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bunda alohida tok qo'yish shart emas, tok talab qilmaydi, faqat batareykada ishlaydigan o'zining kichkina displey bor. Bu displeyda puls, kaloriya, skor, kerakli hamma daniylarni ko'rsatib beradi. Endi umumiysiga keladigan bo'lsak, bu mexanik begovoy doroshkamizda ko'pida bu narsa bo'lmaydi. Imенно bu modelimizda o'zining maxsus jo'stki bor. Shu jo'stki yordamida mahalikasini, ya'ni lentasini yurish og'irligini o'ziga moslab, og'irlik yengil qilib foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Bu mexanik begovoy doroshka o'zi asosan kimlarga ko'proq mos kelgan bo'lsa, professional sportchilarga hamda harbiylarimizga ko'proq mos keladi. Asosan bu begovoy doroshkani biz ko'proq harbiylar uchun mo'ljallangan milliy gvardiyaga shunaqa ichki ishlar organlariga ko'proq sotamiz. Bundan tashqari professional sport zallarga ham bu modelni qo'yamiz. Agar siz buni uyingizga qo'ymoqchi bo'lsangiz ham podval bo'ladigan bo'lsa, mos tushadi. Agar yuqori qavatlarga qo'yishni tavsiya etilmaydi, sababi bunda o'zini balandroq shovqini bo'lishi mumkin. Bu begovoy doroshkaning quliyligi shundaki, bu begovoy doroshka tok talab qilmaydi. Bemalol uyda svet bo'lmagan paytda ham yoki qanaqadir harbiy baza bo'ladimi yoki qanaqadir uchastka bo'ladimi, bemalol foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Bundan tashqari og'ir vaznli insonlar ham bundan foydalansa bo'ladi, faqat professional sportchilarga ko'proq tavsiya etiladi. Bundan tashqari bu begovoy doroshkani o'zimizdan O'zbekistonda ham yasashyapti, qo'lda, ya'ni sexlarda yasashyapti. Ularning narxi 5 million oltin atrofida chiqyapti. Buning narx qiymati balandroq bo'ladi. Nima farqi bor? Bir-biriga o'xshash narsa-ku degan savollar ko'pchilik xalqimiz orasida bor. Asosiy farqini aytib o'tamiz. Bu begovoy doroshka asosan zavodda yasalgan bo'ladi. Svarkalardan ko'rishingiz mumkin. Robotlar ishlaydi, buni o'ta aniqlikda bo'ladi. Bundan tashqari o'zini jahon standartlariga mos keladigan sertifikatlari bo'ladi. O'zimizning местный sexlarda, ya'ni o'zimizning mahalliy sexlarda, mahalliy zavodlarda yasalgan begovoy doroshkalarda bunaqa standartlar kamdan kam holatda bo'ladi. Bundan tashqari ularning razmeri hamda begovoy doroshkaning o'zidan chiqargan shovqini juda baland bo'ladi. Xuddi poyezdda o'tib ketgandek relsda shunga o'xshagan ovoz chiqadi. Bularda ovoz birmuncha past bo'ladi. Bundan tashqari o'zida yasalgan местный begovoy doroshkalar, ya'ni yugurish yo'lakchalarida bunga o'xshash bo'lgan mahalikasi, og'ir yengil qiladigan mahalikasi bo'lmaydi. Professionalniy shunga o'xshash bo'lgan yugurish yo'lakchalarida bunaqa mahalikka qo'yilgan bo'ladi. Bundan maqsad qaysi biridir yomonlab, qaysi biridir yaxshilash emas, bir-birining orasidagi farqi, ya'ni narxidagi qiymatini sizlarga ochiqchasiga tushuntirib beryapmiz. Bu videoni oxirigacha ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga maxsus sovg'amiz, ya'ni maxsus taklifimiz bor. Mana shu promokod orqali bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, bu begovoy doroshkani chegirma asosida, ya'ni maxsus chegirma asosida xarid qilsangiz bo'ladi. Siz ham uyingizga mini sport zal yasatirmoqchi bo'lsangiz yoki ishxonangizgami professional sport zal qilmoqchimisiz yoki uyingizga qanaqadir trenajyor olmoqchimisiz, bemalol Power Gym ishonib buni topshirsangiz bo'ladi. Nurafshon ko'chada joylashgan showroomimizga kelib, 50 ga yaqin bo'lgan trenajyorlardan foydalanib ko'rib, maxsus chegirmalarda xarid qilib olib ketsangiz bo'ladi. Hammalarni Nurafshon ko'chada joylashgan showroomimizda kutib qolamiz. Agar sizning manzilingiz viloyatda bo'ladigan bo'lsa, Toshkentga kelishga vaqtingiz yoki sharoit bo'lmagan bo'lsa, bemalol onlayn xarid qilsangiz ham bo'ladi. Bizning maxsus saytimiz yoki Telegram kanalimiz orqali mahsulotlar bilan tanishib chiqib, mutaxassislardan maslahat qilib, savdolashib ham xarid qilsangiz bo'ladi.